Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, jana Baytu kanalına talçulары. Bugün 20 noyabr 2022 yıl biz Özgön koy bazarına geldik. Biz koy bazardan qo'zilarni, qo'ylarni, qo'shqonlarni Baytuva bir chetdan ko'rsat ma'lumot beramiz. Aniqdan qo'lda retinde birden bulchitib deb laytdan bastыңыздар. Biz bir chetdan suraylar. Akırın qo'zlarimiz. Assalomu alaykum. Sizga yaxshisiz? Sog' bo'ling. Qo'z qancha ekan to'g'ri? Ha? 9 ming so'm. Bu qancha? Aytganda biz Chiqarib o'taman. Assalomu alaykum. Haqiqat aka jasdi. Qanchadan qo'zlar? qo'zlarni 7 dan deyapman. 6 dan bo'lsa sotamiz. 6 dan so'm beraverasiz. Erkak urg'asicha. 3 o'tang erkak. 3 o'tang erkak qo'zlar. Rossiyadagilarga salom aytib qo'y. Rossiyadagilarga salom. Kimdan atdan? Ha? Nurtilak, Nurbek. Nurbek degan Nurbek degan akam bor. Rossiyada. Salom. Rossiyada men taniganlarga polniy Men taniganlarga polniy salom. Bozorda bilaysizlar, tanishing'iz, qo'z sotadi. Men tartib qo'y. Tartib qo'yaymi? Akam. Salom deydi. Men barga salom. Bardına salom deydi. Salom alaykum. Qo'zlardan. Qo'zlar qanchadan ekan? 8 mingdan. Urg'achi erkak. Erkak qo'zlar 8 ming so'mdan kelib deydi. Qanchadan ekan qo'zlar? 7 mingdan. Qaysi bormi? Baytuva. 7 mingdan o'tadi ekan. Suradi. Surashadi tarafda. Yaxshi, so'ranadi. Qo'zi qancha ekan aka? 8 kim var. Urg'achi erkak. Erkak qo'zi. Qo'zi qo'shqor ekan. Qo'zlar qanchadan aka? 6,5 dan. 6,5 mingdan. Ha. Aralashgan. Bunda eng kichik qo'zi qancha aka? 6 ming. Assalomu alaykum. Qaysi kanalda? Baytuva. Kim chiqaradi buni? Ne chiqaramda? Baytuva deb qo'zini o'zida chiqardim. Bo'ldi. 6 dan edi. Tegiz 6 dan. Yo, 7,5 dan qo'shdim. Ha, qo'shlanqi 7,5 dan. Cho'ngroqlari. Bo'ldi. Şimdi o'zing tartib qo'y. Da chekchayib qo'y, chekchayib. Ova, qancha aka? 12 kim bor? 12 kim bor? Urg'achi. Qancha qo'zi? Qo'zi. Qo'zi ekan. Yaxshi. Emesda yaxshi ekan. Qo'zni qo'ygancha? 20 ming so'm. Kim bor? Chicha. 6 qo'y ekan. Qo'zi urg'achi ekan. Erkak qo'zi bilan 20 kim bor? Qancha? Oğlum 20. Bunda da 20. Qo'zsizlar degan yaxshi ekan. Erkak qo'zi. Qo'zi yaxshimi? Qo'qlari qaradi, o'sha shalpayib. Yaxshi qo'zi ekan. Yaxshi. 20 dan. Na cho'ng qo'zi bilancha? Bunda da 20 kim bor? Cho'ng qo'zi. Aralaylı haqi. Qo'zni qo'ylar. Ko'mish azroq. Bor biroq. Voy. Na qo'yni ko'rach. Na qo'y qancha ekan aka? 13 ming so'm deydi. Nasıl arkadaşlar? Bak görgülü özüne. 18 dediniz ha? 18 ming so'm deydi. Turib aytganda mayli. Suradi-ku. Qancha surashdi? 30 so'rada tekin. 30 suradi ekoni. 15 dan da başta. 15 dan berberdim deydi. Yaxshi. Semizler qancha va? 15 dan kam. Tuz qo'yamda ya. Parcha qarasana qo'l. Ariqlarda bir tartib. Ha. Ariqlar qanchadan aka? Ökoda 22 surotasında ökoda. Ekoni 22 suradi. 11 suradingizmi? Ha, shunday. İşlericha. İşleri 6 var. 6 bo'lib qolgan. 6 ming bor. Nima cho'ngrog'i semizlar. Bu erkek biçme. Hay, ishma bu. Biçme. Qancha? 14 ga geldi. 5 so'm talash qoldi. 14,5 ga. 14,5 ga berayin desam tavash bo'lib qoldi. 5 so'm talashamiz. Bular qanchadan keldi aka? Bunlar ökoda 18 geldi. Ekoni 18 keldi bermadingiz. Shunda 9 dan keldi. 9'dan. 9,5 dan beradigan bo'lsa-chi? Yo'q, anladim. Dag'i bor. 10 dan bo'lsa 20 to'g'liqda. 20 to'g'liq sirtlab turam deng ha? Buni baksa semiret. Baksa zemda ha? İşte bak. Qaro kerak-da. Ha. Shunday qarab turib, balt ishlardan terib borib, semirtib turib, qayra. Bir ayda alçıp satsanız da. Alben berip koysa da. Ha, dadil bo'ladi. Semiret. Qayra. Yaxshi, so'ramiz desin. Tuğanlar, qo'chqorlarga keze kelib qoldi. Biz qo'chqorlardan bir chetdan ko'rsataylik. Ikkinchi qo'chqor ekan, ha? 55 ming so'm kemi bor dedi.
Paradasça. Jalovotdan kelgan. Jalovotdan kelgan deydi. Yaxshi. Sodan bersin. Ya qo'shqor qancha ekan ukam? 100 ming. Chicha. 2 tish ekan. 50 mingga bermaydi. Paradascha. Parados Afgan. Afgan mı? Afgan. 50 mingga bermaydi deydi. 100 ming so'm deydi. Aqlni chetdan so'raydi. Assalomu alaykum. Qanday yaxshisiz mi? Qancha do'st qo'shqorda? Qo'shqor 40 ming deb atamiz. 40 ming dodasiz. O, kamiti berem yaxshi. Kemi daha bo'ladi. O. Tishicha bo'ldi bu. 2 tish. 2 tish bo'ldi. Paradascha. Na 2 tish ekan. Paradasi gisar. Sar. Yaxshi qo'shqor ekan janob. Toza. O'zi qo'ylar qo'yib, mana moqchi. Qo'ydingiz. O, puli 40 ming kami var o. So'radimi bozor? O, 30 gacha so'radi. 30 gacha so'radi. Yaxshi, sodamiz. Yaxshi qo'shqor ekan. Yerda bavul tava. Sherigi bavul tat deydi. Sherigi bilimcha. Qizit qo'yim qaytib. Bu yal berdi. Bering aka, bering. Qancha yer tat? Mendan yerda topgan bor. Qancha yer? 120 dan. Qancha yer tat? 60 ming berdi. 60 ming berdi. Siz qancha dedingiz? 150 ming so'm dedi. 70 ga chiqdi deydi. Qaranglar biraz. Orqasini tortib qo'ying. Jarqa chiqadi. Ha, chiqadi. Vaqtida janobi 300 mingga sotdingiz. 70 ming berdi. 300 mingga sotgan qo'chqor neyse. Aa, çok qo'chqor ekan. Va, Mustafa sotdingiz akamiz qo'chqor sho'lgan. Benim yerde qo'chqor dağı. Qancha berdim? 30 ming berdi. 500 berdi. 31 ming 500 so'm to'lash bo'ldi. Yardım qo'ydi. Bularni ham bor tashladi. Şuraya Bağol akımına 5 saat talaş mı sattı? Bol. 5 saat talaş mı sattı? Yaxşı, oldu. Koş koydu. Qo'z qo'shqor qancha ekan? 30 ming so'm. Tishicha. 2 tishi. Qo'z qo'shqor deb oldim men dag'i. Qancha so'radi aka? 26 so'radi. 26 so'radi. Quyruqlari da asli. O, asıl Allah'ım sen bo'ladi. Qancha verdingiz aka? 19200. 19200 berdi deb. Qo'shos deydi. O'zingda topda. Qo'ydayım, men aytdim. Akam qo'chqordan like deb qo'shib qo'ydi. Uyalib ketdi akam dag'i. Hozir janag'idagi qo'z qo'chqorlardan qarayli. Uyalib borib baqa turgan qo'z qo'chqorlardan. Qo'chqorlar sizdanmi o? Menda. Qanchadan? 17. 17dan. Olib borib baqsada bo'la turgan qo'z qo'chqorlar, endi qo'chqorlarda. Ha, to'rt qo'shqorlar. 17dan. Tamam bor. Ulashdimi? So'rayapti, 15200 narsa. Optimga. Optimga 15200 so'radi, berdim deydi. Yaxshi, sodamiz bersin. Echki bozorga keldik to'nlar, echki bozorga. Taka qancha ekan aka? 15 dedingiz. Qancha so'radi? 12 so'radi. Tishicha. Toshdan bilmaysiz. Toshdan bilmaysiz. Boskora jatol ko'rib qolsa-da. 4 takalar 13 ta kam. 4 takalar 13 dan kim var dedi. 10,5 dan so'radi. 10,5dan so'radi bermedingiz. Yaxshi takalar olib chiqibsiz-ku, toza-ku. Ular qanaqa ayday turgan takalar? Ha, yaxshi. Quchoqlarda tushib. Ana. Yaxshi. Yaxshi aytdingiz. Bular qancha bo'ldi? 8 dan. Bardiq 3 tangalar. 3 tang 8 ming so'mdan kim var dedi. Takalar ko'p qo'y bugun. Qancha oldi taka? Jinniday sevmiz. Qancha sevdi? 14 ming. 14 mingdan. Ne ko'tangalar? Sevmizi 14 mingdan. Qancha dedingiz aka? 15 ming. 15 ming so'm. Cho'ng taka ekan bu, ha? Bugun taka ko'p bu. Bunday. Qancha doda sava ulaqtardi? 5 tenda o'tam. 5 mingdan dodasi ekoni. Suradi-ku. Qancha berishdi? 4 berib o'tam. 4 berib o'tadi deydi. Yaxshi, so'randi. Bunda ulag'i bilan sizlardanmi? Qancha? 9 o'tam deydi. Ulag'i bilan. Bunda ulag'i bilan qancha ekan aka? 9 ming. 9 ming so'm dedi. Qancha? Aka ular qancha? 9 ming kim var? So'rachaq? 8200 ga berib. 8200 ga berib berdi. So'ra. Yaxshi. Bunda taka qancha ekan? 15 kam. 15 kim var? Qancha so'radi?
13 lira. 13 lira oldu. Bir verdik. 4 işte ama altına 4. Kaç lira? 11 yarım. Kaç lira? 4'ten tek bir tutasın. Yok. Ya biraz. Biliyorsun ha 11 yarım. Negisi 14'ten tutasın. 15'ten. 4'ten tegeler. 4'ten. 4'ten tekerken. 15'ten deptir. 11 yarım deptir biliyorsun. Tekeler köp. Ben aytqanda öyle. Taka qancha ekan aka? 12 ming. Narxi-chi? 8 yarım. Qancha so'radi bu? 10 so'radi. Bermadingiz. Bunani O'sha. qo'yser ondan 9 ming berasizmi? Ulan. Kev canıma hoş bin olsun. Ular qancha? Ular bilan o'zi-ku. 12. 2 12. Buna bak farklı ilişkilerden okşayıcı da şuşken. 2 12. Ha? Açıyor musun? Tamam. 5 yarım bir. Fazla bak. Sandarı var vaka. Haydi. Kaça şu? 13 bin son dedi. Doğru da sağ ol. Ya kaç adam voltat da kadar aga? Taka 10 bin kam var. 10 bin kim var? Kaça sıradı? 7 yarım da vermeyi tamam. 7 yarımga berbeytan deydi. Buna çontaka kimden ekan? Bizden 20 bin kem var. 20 bin so'm kim var? Kishicha? Kişi 6. 6 ishtak ekan. Yaxshi. Sudamiz bersin. Shunday aytganlar. Bugun biz ne takalar bor ekan bu yerda dag'i? Qancha ekan? Tartık başı biliyor. Satık başı kaçta? Qancha? 11 bin. 11 bin. Qancha sat dedi? 10 yarım ya. 10 yarım sat dedi be. Tadla aytib turgan. Bular qanchadan? 12'den. Çoğu jeyku tegeler be. Sen zil kazardasın mı? 11. Sekey 11, çoğu 12. Shunday oldu atanlar. Yaxshi. Bugun biz Özgön toy bozoridan toylardı, qo'shqinlarni, qo'zilarni, beshbuloq tekelerni tarjima ko'rsatishga harakat qildik. Sizning fikrlar bo'lsa kommentariya qoldiringizlar. Kanalga qatnashingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.